Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining mudiri va Turkiyada yangidan qurilib rasmiy faoliyat boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining idora hay'at a'zosi Abdujil Turan apandim o'tganda Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashib qolgan so'zida chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar oilasida oila kutubxonasi qurish harakatini qanot yoydirish lozimligini ta'kidlagan edi. Undaqda oila kutubxonasi qurishning ahamiyati nima? Oila kutubxonasi qurish uchun nimalarni qilish kerak? Bu vaqtda yanada tafsiliy ma'lumot olish maqsadida bugungi suhbatimizga yana Abdujil Turan apandimni alohida taklif qildik. Hurmatli Abdujil Turan apandim, bugungi programmamizga xush keldingiz. Xush bulduk. Ko'ruvchilarga salom. Va alaykum assalom. Hurmatli Abdujil Turan apandim, siz ham mening bilishimcha uzun zamondan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining mudirlik vazifasini o'tab kelyapsiz. Oldi bilan ekran oldidagi ko'rganlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining xizmat doirasi haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Shu 2006dan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining nashriyat ishlariga qarab kelyapman. Undan burun qurultiyning ishida bor, taftish bo'ldi, boshqa vazifalar bo'ldik. 2006dan buyon izchil nashriyat ishlariga qarab kelyapmiz. Bu jarayonda Dunyo qurultiyi nomidan vatanda hozir emas, 90-yillarda yillarda cheklangan marhum Turg'un Almasninki 3 kitobi vardı. Uyg'urlar, ularning qisqa tarixi va qadimgi Uyg'ur adabiyoti degan kitob. Bu kitobni biz Uyg'ur qurultiyi nomidan 3 qatim shu Turkiyada bostirib, taqatda undan boshqa Barin inqilobi haqida yozilgan maqolalarni to'plab kitob qildik. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida rasmlik jurnallarni chiqardik, xabarnoma chiqardik. Nurg'un nashriyat buyumlari yuz ko'rishdi. Bundan keyin men yana shu ishni davomlashtirish asosida chet eldagi hozir endi bu 2017dan buyon vatanda cheklangan kitoblar, ya'ni hamma kitob cheklangan, hammasini qilib buningki hakikaten Uyg'urning uyida bildim bo'lishida muhim deb qaralgan, zarbaga uchragan ayadagi yozuvchilarning romanlarini, adabiy to'plamlarini, tarixiy asarlarini bunu to'plab dijital qilib, kitob qilib, muhofazat qilish va tarqatish planiga kirgizildi. Undan boshqa vatan sirtida o'tgan milliy faoliyatga qatnashganlarninki aslimalari bo'lsa, ularni yana vatan davosi bilan o'tgan tarixiy shaxslarninki tarjimonlarini to'plab, ularni tirildirish, nashr qilish qatorli xizmatlar va muhojiratga yetilayotgan farzandlarimizningki bizning Uyg'ur tilimizni, dinimizni, adabiyotimizni, tariximizni, urf-odatlarimizni o'rgatishga kafolatlik qilish uchun bu vaqtda nurg'un tayyorliklar bor, qilingan xizmatlar bor. Masalan, adabiyot tarixi tuzdik, Sharq Turkiston tarixi tuzdik, Uyg'ur bugungi zamon adabiyoti, qadimgi adabiyot, tarix kitoblarini tuzdik. Bundan keyin yana buni bosqich-bosqich bilib tuzib qilmoqchi. Undan boshqa shu chet ellardagi, ya'ni Yevropada, Amerikada, Yevropaning orqasi ellarda bo'lib, Angliyada, Fransiyada, Germaniyaningki danglik kutubxonalarda bizning Sharq Turkiston va Uyg'urlarga oid minglarcha kitob bor ekan. Amerikadan bor. Bu kitoblar ikki turli kitoblar. Biri bizningki vatanda yozilgan, qadimgi Uyg'ur tilida, Chag'atay tilida yozilgan tarixiy asarlar, tezkira asarlar va qo'lyozmalar. Bularninki og'il bo'g'alarni elib, to'plab kitoblashtirib qilish. Undan boshqa chet elliklarninki biz Uyg'urlar haqida 100 yildan, 150 yil, 200 yildan buyon yozayotgan kitoblar bor. Keng tarqalganlarim bor, keng tarqalmaganlarim bor. Hattoki 100 yil, 150 yil burun besilib, hozir qayta besilmagan kitoblar bor. Bularni to'plab arxivlashtirish planiga kirgizildi. Yani bizningki bu nimada ichida chet ellarda o'tgan vatan davosi qilganlarninki bir hayot faoliyatlarini yozib chiqish, tunishtirish qatorliq nimalar bor, programmalarimiz bor bu nimada. Dunyo qurultiyidan hamkorlashib qilgan faoliyatlar ichida. Uning boshqa ishlar bormi demisni? Ko'pdan-ko'p rahmat. Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining konkret xizmat doiralari haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'ldingiz. Alloh texmo bu ishlaringizga muvaffaqiyat va barakat bersin. Amin. Endi sizga ma'lum bo'lgandek, bugungi bu suhbatimizning temasi shu. O'tgan qitimqi bizning bu Uyg'ur ovoz suhbat programmasida chet eldagi har bir Uyg'ur
aile kütüphanesi qurish kerak degan fikrni o'tirib qo'ygandan so'ng ko'rmanlarimizda bu vaqt nihoyat ijobiy bir inkaslar kelgandi. Endi shu munosabat bilan bu aile kütüphanesi qurishning chet eldagi muajirat hayotimizda buning ahamiyati qanday bu shaklda bir o'zingizning fikrini deb bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Ben o'tganki suhbatda siz degandek benim bir arzum chet eldagi Uyg'urlarninki bir aile kütüphanesi bo'lishini tashabbus qilgan. Bununki ahamiyati şu birinci Şinjan Tezkiresi jurnalindeki qaysi bir sanında bir makalda yazılışça 30. yıllarda Qashqarda bu Şvetsiya konsulisi, İngiliz konsulisi, Amerika konsulları baydı. Bularınki konsul ismi ama bularınki bulup mu Şvetsiya konsullarınki aşağıda din taktiş misyonerlik de koyuyoruz. Hem de din taktiş faaliyetlere güçlük idi. Bular bu münasebetle nurgun nimelerni yazdık, basıp takip etken şu vakti hazır bu internetlerde koyulavardı da kitaplarını, küçük kitapçılarını. Bunu bəzənlər sorab diken bu Uygurlar bu zamanda kitaplarını okumuşsa bunu qandaq qılısılar deb. Hazır okumuşsa bunun kelgüsü evlatları bizden ecdatlarımız okuyan kitap diken deb okuydu deb cevap verdi diken. Bizden hazır özümüzdeki milli yazgıçlarımızdaki romanları, hikaye toplamları, tarihleri, edebiyat nezirisi, edebiyat tarihleri gibi nurgun kitaplar vardı. Bulamı biz hazır emmiyede kurultay olmuşsun, Türkiye'deki türlü teşkilatlar olmuşsun. Hemimiz biz dinimizi saklap kalımız, dilimizi saklap kalımız, medeniyetimizi saklap kalımız, milli mevcutluğumuzu saklap kalımız deyimiz. Bunu saklap kaldığın neyse şu kitap arkalık bunu demdi. Şunu ben bir teşebbüs kılganda biz hem saklap kalış hem hazır üzümüz okuş kelgisi evlatlarına bir miras kaldırış nemesinden bu bir eğer yük emez asan biz chet ellerge qandaya gidilse Amerika, Avustralya, Kanada bulan qandaya gidilse biz öğretip birimiz bir aile kütüphanesi kuruşunu teşebbüs kılgan. Zaten onunla neçilden bu yan şunu kuruvatkallarım var. Bu kurmakallarımı bundan keyin shunday bir qursa bunun yo'g'on ish ketmaydi. Shunday bir tamga bir 3-4 tane dolap yasatsa. Hozir bizning qo'limizda mavjud mingdak kitap bor. Bizda bo'lmagan kitaplar bor. Yani hammasini nima qilish shart emas. Lazım emas. O'zi qiziqqan doira, diniy kitaplar qiziqqandi, adabiyot qiziqqandi, tarix qiziqqandi, falsafa qiziqqandi. Shu doirada 200-300 bulamdi, 500 bulamdi kitaplarni bir nima qilib bir tamga koysa deydiğen aile kütüphanesi diyen yoğun bulaşıcı Cumhuriyet kütüphanesi de onlarca kitap buluş şart emez. 200-300 bolsa bir kütüphane kuruldu. Bunun cebine esketmeydi. Ayda $50 alamdı, $100 alamdı. Asıl bir ayda bir tam Toşkı'da kütüphanesi bulundu. Ben bu şu maksatta bütün vatandaşlarımdan bunu bir umut kılan. Bunu kurultayım, bunun sıkıp bizge medet verip imkanlaşayla, müjdat kılayla, teşvik kılayla, imkaniyeti bulmağallağa, imkaniyet yaratip birayla degan boğaçka yani bu kadar müşahede kaydı bir sohbet etişine muvaffak olduk. Köpten köp rahmet hürmetli Abdülcil Turan efendim. Endi yuqorida aile kütüphanesi qurishning ahamiyati haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'ldik. Endi bu aile kütüphanesi qurish uchun dunyoning har qaysi chechilib ketgan Uyg'urlar endi buni ma'lumiyatki bir kitaplardan yig'ishga to'g'ri keladi. Siz ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining mudiri va Texnomakan Uyg'ur nashriyatining qurg'uvchisi bo'lib sifatingiz bilan bu aile kütüphanesi qurmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizga mayli qo'lda bor ma'lumotlarni besib chiqarish va yoki kitoblarni yetkazib berish jihatda qanday amaliy yordamlar bo'la olasizlar va hozir qo'linglarda qaysi turdagi kitoblar bor shu haqida? Qo'limizda tarix, edebiyot, siyoset, felsefe bulup edebiyot desek nurgun edebiyot tarix buldu, edebiyotun üzü buldu, roman buldu, hikaye buldu. Şundan hakkında bazı bir çoğunluğa tava kitaplardan 600'e yakın kitap varken ballığa ait kitaplardan 200'dek kitap var, 200 kıldak. Yeni toplamadığımız, biz bağlardan bizde bulup, ben 30 yıldan bu yana toplap kelgen ama resmi besip köpetmegen yani 300 baş kitap var. Bunları biz her hafta, her ayda 2-3 taneden kilovatımız. Şunun da olsa mümkün artık kitap buladandı. Biz bunun sırtıdı yani başkalarının koldu boğan bir tane iki kitaplarını bazı bizge talep kıldım. Şunu köpeytip başlamda bunu kıpırvatımız. Devamlı hazır mı biz her hafta 10-20 paket kitap öğretimiz. O da talep kılsa yani biz Avustralya, Kanada, Amerika, Avrupa'nın her kayısı sayılarına öğretip birimiz kolurdu bağ kitaplarını bizde yok olurdu bağ kitaplarını bolsa eğer biz öğretip biz onu köpeytip kitapını belgelçilerge bizge arayat bir toğuçlarga yani başka kızıkçılarga biz yetkizip bir adayımız.
Köpten köp rahmet hürmetli Abdül Turan efendim. Yana bir qitim yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz va bugungi suhbatimizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat etma rahmat. Rahmat. Endi so'zimni oxirida yana butun vatandoshlarga salom yo'llayman. Nuruz bayrami muborak bo'lsin deyman. Köpten köp rahmat. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sunduq. Keyingi qitimlik programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.